Paxtakor tumanida xonaki o'rdak yetishtirish yo'lga qo'yildi. E'tiborlisi, mazkur parranda qishloq xo'jaligi kollektorlarida parvarishlanib ko'paytiriladi. O'rdak serharakat suv havzalarida va yaylovlarda oziqlanuvchi go'sht yumshoq va mazali parranda turi. O'rdak deyarli barcha mamlakatlarda, ayniqsa Xitoy, Indoneziya va Vyetnamda juda ko'p uchraydi. Voyaga yetgan o'rdakning vazni 3-4 kg, makyonniki esa 2,5-3 kg bo'ladi. Beradigan mahsulotiga qarab o'rdaklar go'sht tuxum yoki tuxum go'sht yo'nalishiga ajratiladi. O'rdak asosan go'sht yo'nalishida parvarishlanadi. Xo'jaliklarda zotli o'rdaklar asosan Pekin o'rdaklari bilan ifodalanadi. Paxtakor tumanida ham tabiiy sharoitda o'rdaklarni ko'paytirish yo'lga qo'yildi. Viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Ulug'bek Mustafoyev tashabbusi bilan Paxtakor tumanida, jumladan Jizzax Gagarin avtoyo'l yoqasida joylashgan 28K1 kollektorining 6 km masofasida o'rdaklarni parvarishlash va yetishtirish uchun joy ajratildi. Bu yerdagi tabiiy holat ularga juda ham mos tushadi. Bu kasallikka, boshqalarga juda ham chidamli hisoblanadi. Hozir mana tuxumlarini ham tuxumga kirishni boshlagan tuxumlarni ham olyapmiz yig'ib. Birinchidan yordamchi xo'jalikni rivojlantirish, ishchi xodimlarimizni qo'shimcha rag'batlantirish, qolaversa ishsiz yoshlarimizni ish bilan ta'minlash. Mana shu joyimizga 3 nafar xodimimiz ish bilan ta'minlandi, qo'shimcha ish bilan ta'minlandi. Qolaversa bu ishlarimiz faqat Paxtakor tumani bilan to'xtab qolmaydi. Hamma tumanlarga, viloyatimizning barcha tumanlariga mana shu topshiriqlar viloyat hokimimiz tomonidan berilgan. O'rdakchilikni, parrandachilikni, baliqchilikni kollektorlarda bo'sh turgan yerlardan samarali foydalanib rivojlantirishni biz o'zimizga maqsad qilganmiz. Fuqarolarimizdan, qolaversa yoshlarimizdan, ishsiz yoshlarimizdan mana shu kollektor bo'ylaridan samarali foydalanishda hech qanday muammo, to'siqlar bo'lmasligini men melioratsiyani rahbari sifatida men fuqarolarimizga murojaat qilib qolaman. Bemalol kelsin, o'sha kollektor bo'ylaridan bo'sh turgan yerlarda foydalanishga men qo'limdan kelgan hamma yordamni qilaman. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Beramiz, foydalansin. Yangi tashkil etilgan o'rdak yetishtirish xo'jaligida 500 dona o'rdak olib kelindi va bugungi kunda ular parvarishlanmoqda. Kelajakda o'rdaklar sonini 20 mingtagacha yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, mazkur hududda o'rdak yetishtirish istagida bo'lgan fuqarolarga yer ajratilib beriladi.